Hey. Sen esing joydami? Nimaga meni dada deyapsan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz ismingiz Qosim aka, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Mening ismim Qobil. Men sizni o'g'lingizman. Qanaqa o'g'il? Esing joydami seni? Yo'q, siz meni dadamsiz. Oyimning ismlari Karima. Uyda oyim, opalarim bilan tushgan suratingiz bor. Ko'rganman. Onang endi shunaqa qilib pul undirishga o'tibdi-da. Bu nima deganingiz? O'g'limni yuborsam, qizlarimga pul beradi degandir-da, oy. Dada, Dada dema meni. Yo'qol bu yerdan. dadajon nimaga? Onang 3 talab qiz tug'maganda edi. U bilan ajrashmagan bo'lardim. Endi kech. Men sizni o'g'lingizman-ku. Yo'qol ko'zimdan. Dada! Dadajon!